Insonga balo o'z nafsidan keladi. Shunday kunlarimizda xalifa Horun ar-Rashid hazratlari urushga tayyorgarlik haqida farmon chiqardi. Vizantiyaning musulmonlarga nisbatan adovati oqibat Tarsus, Anadolu hozirgi Turkiya hududi ularning qo'lidan ketib, bizga o'tishiga sabab bo'ldi. Shu yoshda ham qo'lida qilich tutib, o'ktam jangga otlandik. Ancha vaqt yurib, manzilga keldik. Ikki tarafdan ham jangchilar to'plangan va shiddatli kurash boshlanadigan bo'lib turibdi. Zamonamizning odatiga ko'ra bir bahodir chiqib, yakkama-yakka olishuv taklif qilar, undan so'ng katta jang boshlanardi. Rum qo'shinidan bir jangchi maydonga chiqdi. Uning chaqirig'iga javoban jasur jangchilarimizdan biri unga yaqinlashdi. Olishuv bizning askarimizning mag'lubiyati bilan yakunlandi. Dushman tomon qattiq qiyqirib, yana bir kishi chiqishini istadi. Bu holat 2-3 bor takrorlanib, yengilish bilan tugadi. Shu vaqtda yuzida niqob bilan bir jangchi chiqdi. Rum askariga sherdek tashlanib, bir hamlada otdan yiqitdi. Endi bizning kayfiyatimiz ko'tarilib, ulardan yana askarlar chiqishini talab qildik. Ulardan necha bahodirlar mard jangchimizning joniga qasd qilish uchun chiqib, jang maydonida o'zlari halok bo'ldi. Keyin urush boshlanib, bizning qo'limiz baland keldi. Tarsusni egalladik. Xayolimda niqobli jangchi. Abdulloh har doim niqob bilan chiqar, ixlosini buzmaslik uchun o'zini bildirmasdi. Bu safar chiqqan kim ekan? Yoshimiz 63 ta. Yana shunday shijoat bilan yuziga niqob tortib chiqdimikin? Esladim. Nihoyat tanidim. Uning kimligini qilichidan bildim. Ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Biz yoshligimizda ne buyuk ishlar qilib, qancha qahramonliklar ko'rsatganmiz. Ulkan tijoratlar ortidan boy bo'lganmiz. Endi navbat yoshlarniki demaymiz. Jamiyatda o'lguncha o'z so'zimizni aytib, insonlarga foydamiz tegishi uchun harakat qilamiz derdi Abdulloh. Mana bugun ham naqd 63 yoshida mardlikning namunasini ko'rsatib, qahramonliklari tillarda doston bo'lishiga, insonlarga jasurlikdan dars o'tib, nomining avlodlar qalbida qiyomatgacha qolishiga sabab bo'ldi. Haqiqatda bahodirlik qilib, jang bizning foydamizga hal bo'lishiga erishdi. Dunyo uchun Allohimning bir sovg'asi, bu Abdulloh ibn Muborak. Ha, biz uchun mukofot u. Jasur jangchi kim ekanini xalifa ham aniqlabdi. Otliq maydondan uzoqlashib, chodir tomon chopganida izidan qo'yilgan odam uning Abdulloh ekanini aniqlabdi. Ammo vafot etgunicha aytmaslik sharti bilan hatto sultonimiz ham bir so'z demasdan sukut qildi. Tarsus qal'asining ustiga chiqqanimizda Abdulloh quyidagi misralarni o'qidi. Balo kelsa biling bordir unga sabab alomat. Kimki unga giriftordir, nafsi emas salomat. Shahvatlarga beriladi, nafsga qul bo'lgan banda. Hur odam goh och yuradi, goh to'q yurar topganda. U mazkur misralari bilan ham she'riyatda fasohatini ko'rsatdi. Ham yuqorida aytganimizdek, insonning boshiga keladigan balo o'z nafsidan ekanini badiiy ifodalarda ko'rsatib berdi. Tarsusdan qaytib Iroqqa keldik. Abdullohning sog'lig'i yomonlasha boshladi.